Assalomu alaykum, qadrli radio havaskor akalar. 430 MHz, 435 MHz ga antenna yasalish jarayoni. Antenna mana bir основанияsi alyumin profilniy truba 10 ga 10 mm, qalinligi 1 mm. Elementlari esa отцинкованный пруtok. Bu yosh bolalarni futbol, настольный futbol yoki xokkey o'yinidan yechib olingan trubalar juda ham zo'r payga olar ekan. Izolyatorlar esa maxsus 3D printerda yasalgan. Sizni xohishingizga qarab yasab berishadi. Bu yoqda mana bir necha teshiklar bor. Sochi mana tepadagi teshik bu ana elementni o'tkazish uchun. Shuni ro'parasidagi esa bu yoqdan kley to'kiladi, super kleymi yoki eboksidmi. Pastdagi mana bu turburchagi esa bu antennani nastroyka qilish uchun, uni xomutga vaqtinchalik qotirib qo'yish uchun. Keyin yana sizni o'sha traversingizga mo'ljallab aytasiz, mana pas, shunaqa pas qilib berishadi. Chiqib ketmasligi uchun uni chiroyli o'tiradi mana. Juda ham baquvvat yasashgan. Hozir mana antenna nastroyga qilish jarayoni. Hozir tashqariga chiqib yana ko'rsataman. Xo'sh, mana ko'rib turganingizdek, nanovinada chastota 435 KSV mana bu yoqda 1. Hozir mana grafikani qarab turamiz. Hozirroq elementni mana o'zgartiraman. Mana bu yog'ini misol uchun bitta elementni orqaga qilaman. Mana grafikani ko'ramiz. Nima salgina kengaydi. Polosa пропускания. Hozir mana qaytarib joyiga qo'yaman. KSV polosa пропускания mana o'zgaryapti. Endi boshqa elementni, misol uchun bunisini o'zgartiraman. Mana KSV вообще yuqori bo'lib ketyapti. Qaytarib joyiga olib kelaman. Qarab olsangiz. Qaytarib joyiga olib kelaman. Xo'sh, mana hozir o'tib ketdi. Mana chastota hozir 435. Sentr oladigan bo'lsak, mana hozir 437, 439, 440 da 1.4 KSV. 430 da esa 427 bo'ldi. 1.1. Hali buni yana nastroyka qilaman. Antennani qolgan elementlarni ham yaqinroq, uzoqroq qilib keyin qotirib chiqaman. Antenna tayyor. Boltlar bilan qotirib chiqdim. Hozir orqa tomonini ko'rsataman. Boltga ikkalaga oldim elementni. Xo'sh, men bu yoqdan eboksid kley qo'yib chiqdim. Ortiqchasini hali yedirib chiqaman. Mana bu yoqda razyomda ham mana termokemriklarni qo'yib, chiroyli qilib tayyorlab qo'ydim. Bu yoqdan mana antenna tayyor, 6 elementlik. E'tiboringiz uchun rahmat. Xayr, sog' bo'lasizlar.